Bugungi videoda men sizlar bilan hardcore o'ynayman do'stlar. Sizlar mana bu mavjonlarga qaranglar va mana bu ko'zchaga qaranglar. Mana shu ko'zcha menga nima qilishga yordam beryapti. Do'stlar, agar men qangi do'stlar, mana bu jonlar bilan ovqatlarni qanaqa qilib qangi xohlagan Minecraftda emas, men o'ynayotgan Minecraftda agar menga 80 ta obuna chiqsa, men hozir o'ynayotgan Minecraft'imni qanaqa qilib tortishni o'rgataman va do'stlar, nima qilaman deyman. Agar 90 ta obunachi bo'lsa, bunaqa qilib jonlarni qanaqa pastga tushirib qo'yishni o'rgataman. Agar 100 ta obunachi bo'lsa, qanaqa qilib ko'z qilsa qilishni o'rgataman. Do'stlar, sizlarda imkoniyatlar ko'p va do'stlar, keyin mana nastroyka bo'limiga kirib do'stlar, keyin mana bu yerdan plus chaqib, keyin mana buni ancha o'rgatib qo'yaman va mana buni qanaqa foydalanishni o'rgataman. Shuning uchun ham sizlarda imkoniyat ko'p, lekin vaqt kam. Yoz oxirigacha barini qilishlaring kerak do'stlar. Men yoz oxirigacha 200 ta bo'lmoqchiman. Shuning uchun ham kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Yana yangi fikrimga ham baho beringlar. O'tgan videoda aytishga ulgurmabman va do'stlar, umuman olganda men umuman hardcore olib olish niyatim yo'q edi. Lekin sizlar kontent xohlayotganlar uchun ochdim. Burada nima bor? Torch bor. Yana bunaqa dasturchilar qanaqa ko'rishni o'rgatib qo'yaman. Ammo olganda buni unchalik ham qilish kerak emas. Minecraftda o'zida ham bo'lsa kerak. Voy, bu oddiy kravat bo'lsa ekan. Mana do'stlar, mana oddiy kravat bu. Do'stlar, bu oddiy kravat emas. Bu ko'rpachalik kravat ekan. Bu isqini bo'lsa kerak. Do'stlar, mana bular kichkina bo'lib qolgan va bu shunchaki ajoyib. Men hozir eng yangi versiyada o'ynayapman. Tasavvur qilasizlar, atiga 80 ta obunachi bo'lmash eng yangi versiyani tekinga hech qanaqa pullarsiz tortishni o'rgataman. Siz buni tasavvur qilyapsizlar? Bu shunchaki dahshat. Salom. Nasıl içindeki Addushi. Sıkkına boğum. Rahmat hammalar. Do'stlar, mening kanalimda hozir 77 ta obunachi. Agar yoz oxirigacha 100 tadan oshsam o'rgataman do'stlar. Wow. Yarım boş yok. Hani koleksiyon bunga ham aql kerak edi. Qor uchun ham achivka berishdi. Men bilmasdim borligini. Mana buni mashinasidan olganda hardam mana shunaqangi narsa chiqib kelaveryapti. Bu sasabni buzyapti. Lekin normal. Meni eski Minecraft'im hech kimga kerak emas. Uni tortishni sizlar bilasizlar, lekin u hech kimga kerak emas. Men hozir pulli Minecraft'ni nayizani ko'rsatib beraman. Hali ko'p narsa sizlarga o'rgataman. Kanalga obuna, like bosib qo'yinglar. Hammasi hali oldinda. Agar do'stlar yoz oxirigacha men 100 ta bo'la olmasam, men bularni qilishni keyinroqqa surib qo'yaman. Agar 100 ta bo'lsam, keyin hammasini qilishni o'rgataman. Shuning uchun ham kanalga obuna va bosib qo'yinglar. Chunki sizlar buni qilishimni xohlaysizlar, to'g'rimi? Hali bundan qiziq videolar oldinda, shuning uchun ham kanalga obuna va bosib qo'yinglar. Bu yerda temirchilik bor ekan.
Ajoyib. Yangi versiyalarda qo'shilgan temirchi video. Kim bilmasdi, yangi versiyalarda temirchini sal kuchli biyomda esa o'zgartirilgan. Kim bilmasa aytib qo'yaman. Xaltachaga savol. Xaltachaga savol iloji bormi? Iloji bor ekan. Tashlab ketibman xaltam. Seriously? Do'stlar, hozirga nayzani ko'rsataman. Faqat chopishga daraxt yo'q. Temirli bo'lsa ham nayzani ko'rsatib beraman. Buning uchun menga atiga 2 ta daraxtni o'zi ham yetadi. Bu yangi versiyalarda qo'shilgan narsalar juda ham qiyin. Shunday qilasizlar. Va temir shunday qilasizlar. Mana. Shuncha narsani ko'tarib yuradigan Steve narsani mana keyin bu keskin zarba. Keskin zarbadan ye. Bu shunchalik kaltam. Uzoqroqdan zarba berish kerak ekan. O'ldirib shunaqangi qiziq videolar, bundan ham qiziq videolar oldinda. Shuning uchun ham kanalga obuna, like bosib qo'yinglar. Video tugadi. Orqamda mana bular nima qilyaptishini qarang. Do'stlar, nima qilib ketsam hech kim menga tegina olmaydi. Video tugadi.